Hammaga salom. Sizlar bilan men TNT Klaus YouTube'ga videoma kelganim ancha bo'ldi. Bu videoda men bunaqa botlarni olib keyin ularni sotishni o'rgatsam, mana bu yerda turgan managa players basalarim, mana bu yerda team bo'ladi, mana bu yerda esa Zahirada go'nglar mana bu hop bosasizlar, Snap'dan testlaysizlar. Hop, petib sotadi, mashina sotib beradi, sotaverasizlar. Keyin yana sizlar botlar reklama ko'rib, olib, sotib, bunaqa biznes qilsalar ham, biznes kuchaytirsalar ham bo'ladi. Kuchaytirish esa mana bu yerda bo'ladi. Mana bu qoralar kuchaytiruvchi, bu darvozabonni kuchaytiradigan, bu random deydi, bu random deydi. Mesela himoyachiga ham berish mumkin. Hujumchiga ham berish mumkin. Bu ham random deydi. Men ozmuncha qo'yganman. Kelajakda hali bundan ham yaxshiroq team qilganimda albatta sotib olaman. Sizlarga ham maslahat beraman. Mana sotaverasizlar. Mana Zahira ham bor. Mana bu bot team. Albatta buni kuchaytiraman. Endi hamma bilib olgan sotish kerakligini. Pauza qiladi.